Raul Asensioga shunchaki respekt. Bilasizmi, Raul Asensio bu mavsum dahshatli qahramonliklar ko'rsatmoqda. Ammo bu ishlar haqida deyarli hech kim gapirmayapti. Gap shundaki, Asensio bu mavsum Real Madrid uchun 3 marta o'z karyerasini xavf ostiga qo'ydi, ammo buni deyarli hech kim payqamadi. Dastlab Asensioning bobosi fojiali tarzda vafot etgandi, ammo Raul shunga qaramay o'zida kuch topishga erishdi va Real bilan Chempionlar Ligasi o'yinida maydonga tushdi. O'yindan keyin bu haqida Real Madrid muxlislari eshitib, Raulga bo'lgan hurmatlari anchagina oshib ketdi. Keyinchalik esa Asensio yuzidan kuchli zarba qabul qilib oldi. Shifokorlar unga o'ynamaslikni tavsiya qilishgan bo'lsalarda, lekin Raul niqob taqib bo'lsa ham maydonga tushdi. O'sha o'yinda u o'z kumiri Serxio Ramos kabi ajoyib gol urdi. U almashtirilayotganda muxlislar uni tik oyoqda turib olqishlashdi, ammo deyarli hech kim uning keyingi qilgan ishiga e'tibor bermadi. Qiziq tomoni shundaki, Villarrealga qarshi o'yindan so'ng Asensio singan oyog'i bilan o'ynagani ma'lum bo'ldi. Ma'lumotlarga ko'ra, futbolchining boldir suyagida jiddiy muammo bor. Agar Asensio tiklanish storiga yotsa, bir necha haftani o'tkazib yuborishga majbur bo'ladi. Hozirda Realda jiddiy kadrlar muammosi borligi va ayniqsa himoyachilar yetishmovchiligi kuzatilayotgan bir paytda Asensio ham buni yaxshi tushunib turibdi va shu sabab o'z jonini xavf ostiga qo'yib bo'lsa-da, qahramonlik ko'rsatib maydonga tushmoqda. Ha do'stlar, Raul Asensio Real Madridni shu darajada yaxshi ko'radi. Raulning bu harakatlari uchun like bosib qo'ying.